Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Yusuf. Bugun 2026-yilda 1-yanvardan hammaga salomlar. Bugun 3-sondamiz. Texnologiya biznes xabarlarini orada ozgina uzilishimiz bo'ldi. Bu yerda Istanbuldagi o'qishim, ekzamenlar degandek. Lekin juda ham ko'p yangiliklar birikdi. Iloji boricha hammasini video qilib sizlar bilan bo'lishib borishga harakat qilaman va yana bitta yangiligimiz bor. Bundan keyingi videolar ssenariy holatda bo'ladi. Avvalgi videolarda men o'zim bilgan narsalarni aytib lekin uzilishlar bo'lyapti. Shuning uchun ssenariy qilishga qaror qildim va shu holatda davom etamiz. Sun'iy intellekt yer yuzini juda tez o'zgartirib yuboryapti o'rtoqlar, lekin bizdagi energiya va suvni katta miqdorda yeb bitiryapti. Bunga qanaqa yechim berishimiz mumkin? Balki bu yerdan tashqariga koinotga chiqarmiz. StarCloud startapi bu yil 2-noyabrda o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini koinotga yubordi. Shu model Nvidia'ning so'nggi H100 modelidagi chiplarga ega data center bo'lib, Google'ning NanoGPT nomli sun'iy intellektini ilk bor koinotda tayyorladi. Savol tug'iladi. Nima uchun aynan koinotda? Birinchisi, koinotda ertaga kechmasdan 24 soat quyoshdan energiya olishi mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, u yoqda havo -270 daraja sovuq bo'lgani uchun data centerlarni suv orqali hech qanaqa sovutishga hojat qolmaydi. Uchinchisi bo'lsa, hukumatlardan yoki hokimliklardan ruxsat olishga hojat qolmaydi. Yerda bo'lgan kabi koinotdagi istagan joyiga parkovka qilib ishlatish mumkin bo'ladi. Lekin ba'zi minuslari ham bor. Birinchisi radiatsiya, ikkinchisi narxlar. Hozirda bitta sun'iy yo'ldoshni koinotga yuborish narxi taxminan $650 dan $1,300,000 boryapti. Ushbu kompaniya 2024-yilda Washingtonda Garvard talabasi McKinsey, Lumen Orbit kabi firmalarda ishlagan Philip Johnson tomonidan asos solingan bo'lib, Y Combinator, Anders Horowitz kabi katta venture capital firmalardan hozirgacha $2 million dan ko'proq investitsiya jalb qildi. Undan tashqari hozirda Google ham Plant Labs kompaniyasi bilan birgalikda Suncatcher ismli data centerni 2027-yilda koinotga yuborishni rejalashtiryapti. Elon Musk tariximizdagi ilk trillioner bo'lish arafasida va bunga eng katta hissa qo'shayotgan uni SpaceX kompaniyasi. Bloomberg nashri xabariga ko'ra, SpaceX taxminan $1,5 trillion qiymat bilan IPO'ga chiqishga tayyorlanyapti va Elon Musk hozirda SpaceX'ni taxminan 42% aksiyalariga ega bo'lib, IPO bilan birgalikda uni boyligi $600 milliard dan taxminiy $1 trillion gacha ortishi mumkin. Va shu IPO'da kompaniya aksiyalarini 5 dan 10% gacha foizini sotish orqali taxminan $30 milliard jalb qilishi kutilmoqda. Nima bo'ldi? SpaceX bunchalik qadrlandi. Asosiy sababi sun'iy yo'ldoshlar orqali internet bilan ta'minlayotgan Starlink kompaniyasi bo'lib, u 2025-yilda taxminan 15 milliard daromad olib kelgan va shu orqali SpaceX'ni oddiy raketa kompaniyasi emas, balki global internet va aloqa kompaniyasiga aylantirgan. Elon Musk IPO'dan keladigan sarmoya orqali SpaceX'ni kosmosdagi data center va AI infratuzilmasi markaziga aylantirmoqchi. Biz har kuni sun'iy intellektdan foydalanamiz, lekin bitta savol bor. Bu texnologiyalarning orqasida kimlar turganini bilamizmi? Time nashriyoti 2025-yil insonlarini e'lon qildi. O'tgan yili Donald Trump, undan oldingi yili Taylor Swift yil insoni sifatida tanlangandi. Bu yil bo'lsa bittagina odam emas, sun'iy intellekt me'morlari nomi ostida bir nechta inson tanlandi. Xo'sh, ular kimligini bilamizmi? Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Madej, Jensen Huang kabi dunyodagi eng kuchli sun'iy intellekt kompaniyalarining asoschilari. Bugungi kunda dunyoning yangi qoidalarini aynan ular belgilashyapti. Endi bo'lsa asosiy savol. Nima uchun asoschilar emas, CEOlar emas, aynan arxitektorlar? Chunki arxitektorlar kompaniya boshqarmaydi. Ular insonlar yashaydigan tizimni yaratishadi. Va bu kompaniyalar aynan shu ishni amalga oshiryapti. Endi bo'lsa joyiga ahamiyat berib ko'ring. Asr 1932-yilda Rockefeller markazini qurilish jarayonidan olingan bo'lib, aynan o'sha yili prezident Roosevelt Amerika tarixidagi revolyutsiyalardan biri bo'lgan New Deal siyosatini boshlagandi va Amerika tarixida tubdan burilish amalga oshgandi. Bu shu ma'noda kelyaptiki, rasmdagi insonlar tarixdagi revolyutsiyalardan birini amalga oshiryapti. Siyosat orqali emas, musiqa orqali emas, aynan texnologiya va biznes orqali. Amerika sun'iy intellekt poygasida birinchi bo'lish uchun hamma narsani amalga oshiryapti, lekin tezlik borasida baribir Xitoydan orqada qolyapti. Prezident Donald Trump ushbu muammoga yechim sifatida yangi qarorini imzoladi. Bu yil 11-dekabrda sun'iy intellekt borasida milliy siyosat qonuni nomi bilan imzolangan qaror Amerikada AI rivojlanishidagi to'siqlarni yo'q qilishga qaratilgan. Muammo Amerikada har bitta shtatni sun'iy intellektni cheklovchi qonunlarni chiqarishni boshlagandan kelib chiqdi. Bu bo'lsa
Amerikada sun'iy intellekt o'sishini sekinlashtiradi. Trampning yangi imzosi bilan endilikda sun'iy intellekt bo'yicha qarorlarni shtatlar emas, faqatgina federal hukumat belgilaydi. Bu qaror eng ko'p Silikon vodiysi markazi bo'lgan Kaliforniya va uni gubernatori Gavin Newsomga tegishli bo'lib, Kaliforniyada SB1047 nomli qonun loyihasi ustida ishlanayotgandi va unga ko'ra AI uchun majburiy xavfsizlik testlari va Killbot, ya'ni tizimni o'chirish uchun imkoniyat ham bo'lishi kerak edi. Trampning maqsadi oddiy. Agar AQSh Xitoy bilan raqobatda yutmoqchi bo'lsa, 50 ta shtat 50 xil qonun chiqarmasligi kerak. Bu shunchaki qonun masalasi emas, bu kelajak qoidalarini kim belgilashi haqida ketyapti. Sun'iy intellekt poygasida Google'ni Gemini modeliga qarshi Sam Altman so'z e'lon qilgandi va nihoyat OpenAIdan yangi ChatGPT 5.2 va Image 5 modellari chiqdi. Ushbu modeldagi eng katta yangilik hallyutsinatsiyalarning anchagina kamaygani. Sun'iy intellekt bitta savolga javobni bilmasa ham noto'g'ri javob berishi hallyutsinatsiya deb atalgandi va bu 5.2 modeldagi xayolparastlik 10% gacha tushgani aytilyapti. Office va enterprise ishlarida boshqa modellardan anchagina oldinga o'tgani ko'rinib turibdi. Ayniqsa Excel fayllari va diagrammalar bilan mukammal holatda ishlayapti. Nano Banana Pro'ga raqib sifatida chiqarilgan Image 5 bo'lsa, oldingi versiyaga qaraganda anchagina yaxshilangan, avvallari multik tarzda rasmlar yaratayotgandi. Yangi modelda bo'lsa, haqiqiylik foizi anchagina oshgani ko'rinib turibdi, lekin to'g'risi hali ham Nano Banana Pro darajasiga chiqolgani yo'q. Benchmark testlariga qaraganda 5.2 modeli birinchi o'rinda ko'rinyapti, lekin sotsial mediadagi ko'pchilik foydalanuvchilar Gemini va Cloud modellari anchagina yaxshiligini, bu 5.2 modeli bo'lsa, hissiz robotga o'xshab javob berayotganini aytib, negativ qoldirishgan. Endi siz ham osongina Marvel personajlaridan foydalanib o'z filmingizni yarata olasiz desam ishonasizmi? Disney OpenAI kompaniyasiga $1 milliard investitsiya kiritish orqali strategik hamkorligini e'lon qildi. Bu oddiygina hamkorlikdan chiqib, film industriyasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu qaror bilan birgalikda OpenAIning Sora platformasida Iron Man, Spider-Man yoki bo'lmasa Mickey Mouse kabi personajlarni qonuniy holatda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Disney firmasi uzoq vaqt sun'iy intellektga qarshi kurashdi. Personajlardan foydalanmasliklari uchun ko'p firmalarni sudga berdi va oxiri bu AI rivojlanishini to'xtata olmasligini bilib, bu sohada o'ziga hamkor tanlashga qaror qildi. Disney bu hamkorlik bilan cheklanib qolmasdan o'zi ham sun'iy intellekt va robotika bo'yicha ishlar olib boryapti. Disney GPT intellekti xodimlarni produktivligini oshirish uchun ishlayotgan bo'lsa, Jarvis nomli sun'iy intellekt kompaniya ishini agentlar orqali tizimlashtirish uchun ustida ishlanyapti. Robotika borasida ham Disney multfilmdagi Olaf personajini jonlantirish bilan boshlagan. Uni Disney centerlarda ko'rish yoki uyingizga o'yinchoq sifatida buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Nokia telefonlaridan keyin endi Apple smartfonlari ham tarixga aylanib, yangi texnologiya davriga kirib boryapmiz. U endi qo'lingizda emas, ko'zingizning oldida bo'ladi. Meta kompaniyasi Ray-Ban bilan hamkorlikda yaqindagina Meta Display smart ko'zoynagini tanitgandi va u orqali telefondagi hamma funksiyalarni bajara olishingizni ko'rsatgandi. Ortidan Xitoy firmalari arzon modellar chiqarishni boshladi va Apple ham bu bozorda orqada qolmaslik uchun o'z ko'zoynagi ustida ishlayotganini aytib o'tdi. Endilikda bo'lsa, yirik texnologiya kompaniyasi bo'lgan Google $150 million investitsiya bilan Project Aura ismli yangi ko'zoynagini tanitdi. Tashqi ko'rinishdan chiroyli va sifatli bo'lishi uchun esa Gentle Monster, Warby Parker va Samsung kabi hamkorlar bilan rivojlantirayotganini aytib o'tgan va Gemini sun'iy intellekt integratsiyasi bilan ishga tushishi kutilyapti. Ushbu smart klassning 2 modeli bo'lib, biri faqat ovoz bilan ishlaydi, ikkinchisi bo'lsa ekranni ham telefon sifatida boshqarish mumkin bo'ladi. Mahsulot 2026-yildan ishlab chiqarishi kutilyapti va taxminiy $300 dan $800 gacha narxda chiqishi aytib o'tilgan. Endilikda hech qanaqa til o'rganmasdan turib ham xohlagan davlatingizda, xohlagan tilingizda gaplasha olasiz. Yaqinda Apple AirPods 3 Pro modeliga jonli tarjima funksiyasini qo'shgandi va u orqali har qanaqa tilda gapirilganda sizga AirPods dan tarjima qilib berardi. Endi Google ham Gemini sun'iy intellekt orqali jonli tarjima funksiyasini ishga tushirdi. Bitta plyus tarafi uni har qanaqa naushnik taqib, har qanaqa telefonlarda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ishlatish uchun siz naushnik taqasiz, qarshidagi inson boshqa tilda gapirganda jonli holatda sizga naushnikda tarjima qilib beradi. Yana bitta qiziq tomoni, endi u robotga o'xshab bir xil tonda emas, balki qarshidagi inson qanaqa emotsiya bilan gapirsa, xuddi shunaqa ovoz bilan sizga tarjima qilib beradi. Endilikda siz bu texnologiya orqali istalgan davlatingizga sayohat qilib, tarjimonlarsiz ularning tilida
bemalol gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Amerika sun'iy intellekt poygasida Nvidia chiplarini Xitoyga sotuvni taqiqlash orqali uni to'xtata olishni o'ylagandi, lekin bunaqa bo'lmadi. Bu yil 17-dekabrda Xitoyning sun'iy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi MetaX kompaniyasi Shanxay birjasida IPOga chiqdi va narxi 700% gacha ko'tarildi. Ushbu firma aksiyalari IPOga chiqqan kundan 105 yuandan sotuvga chiqib 830 yuangacha ko'tarildi va 600 million dollargacha investitsiya jalb qildi. Bunchalik o'sishga sabab nima edi? Amerika Nvidia'ni H100 va H200 modeldagi chiplar sotuvini taqiqlagandan keyin Xitoy ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun texnologik mustaqillik siyosatini boshlagandi. Investorlar bu turdagi aksiyalarni Xitoyda kelajakda qiymatlanishini bilib ko'plab sotib olishgan. Ushbu kompaniyaning asoschisi AMD eski xodimi William Chen bo'lib, boshqa AMD va eski Nvidia xodimlari bilan birgalikda 2020-yilda ushbu kompaniyaga asos solishgan. Xo'sh, bu MetaX kompaniyasi rostdan ham Nvidiaga raqib bo'la oladimi? Bir tomondan ha, Xitoy davlati bu kompaniyani orqasida bo'lib, hozirda u yerda 190 milliard dollarlik bozor mavjud va MetaX hozirda bozorni 1% ulushiga ega. Lekin Nvidia'ning kod sistemasi bozorni 95%ni egallagan bo'lib, MetaX bu sistema borasida bozorni egallash uchun kamida 10 yil ketishi hisoblanyapti. Instagramdagi o'zbekcha kontentlar amerikalik ingliz tilida, hindistonlik hind tilida chiqqanini o'ylab ko'ring. Tez kunda Instagram bu funksiyani ishga tushiryapti. Meta va Eleven Labs kompaniyalari strategik hamkorligi orqali Instagram videolaridagi ovoz endi hamma tillarga avtomatik tarzda tarjima bo'ladi. Bu degani o'zbek tilida yaratgan kontentingiz butun dunyo ko'rib tushuna oladi. Meta Eleven Labs firmasining audio texnologiyasini tez ko'rinishda ingliz, ispan va portugal tillarida Instagram Reels'ga integratsiya qildi. Bu oddiygina dublyaj emas, AI dubbing funksiyasi orqali ovozingizni bir nechta tilga avtomatik tarjima bo'ladi. Faqat tarjima qilib qolmasdan, sizni gapirish usulingiz, ovozingiz, hissiyotlaringiz va lab harakatlaringizni ham ayni holatda boshqa tillarga moslaydi. Ya'ni boshqa tilda bo'lsa ham yana o'zingizdek eshitilasiz. Y dulce de leche. Esta receta fue una de las primeras que subí a las redes. Hace poquito la volví a descubrir y le hice un par de modificaciones para que sea aún más deliciosa. With coconut, banana, and dulce de leche. This recipe was one of the first ones I uploaded to social media. A little while ago, I rediscovered it and made a couple of modifications to make it even more delicious. Bu texnologiya orqali faqat Instagram bilan cheklanib qolmasdan, Metani Horizon ismli VR dunyosiga integratsiya qilinyapti. Bu metaverse dunyosida turli tillarda gaplashadigan insonlarning suhbatini osonlashtirish, ona tilida gaplashgandek boshqa tillarda gaplashish imkonini beradi. Oldingi haftada bo'lib o'tgan xabarlar bularda o'rtada. Tez kunda imtihonlar tugasa, yana yangi video bilan YouTube'da va Instagramda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.